Davlat xaridlari shunchalik daromadli ekan, kurs sotgandan nima foyda? Savol jinsi bo'ldi-yu. Asosiy vazifamiz albatta pul topish. Aynan siz orqali yana ham ko'proq pul topishingiz mumkin. Biz o'zimizning o'quvchilarga shunaqangi imkoniyat yaratib berganmiz, ular bilan hamkorlikda ishlashimiz mumkin. Sizdan 3 ta narsa talab qilinadi. Birinchi navbatda davlat xaridlari e'lon qilinadigan buyurtmalarni topish. Ikkinchisi, bu tovarni ishlab chiqaruvchilardan qanchaga sotib olsa bo'ladi. Ya'niki narxlarni belgilaymiz. Uchinchisi, yo'l xarajatlari qanchaga tushadi va bu ma'lumotlarni bizga taqdim qilasiz. Biz buni o'rganib chiqamiz. Agarda yaxshi foyda qolsa, biz o'zimizning tashkilotdan investitsiya kiritamiz. Ya'niki bu tenderda ishtirok etamiz. Agarda yutib chiqadigan bo'lsak, sof toza qolgan foydadan 10-15% bonus sifatida sizga taqdim qilinadi. Bu sizning daromadingiz hisoblanadi. Agarda sizda ham savollar bo'lsa, izohlarda albatta yozing, imkon qadar javob beramiz.